Buvayning canlıq obrazi, xush tabassumi har bir ko'rguchining yurak qatlamidan cho'nqur o'rin olgan. Buvay filmda rolga chiqqandan boshlab Adashi Punyoning filmi texmi cho'nqur ahamiyatga ega bo'lgan. Har bir ko'rguchi ularning bu filmini oddiy bir film deb bilmasdan cho'nqur ahamiyatga ega bo'lgan nihoyat yorqin kino deb bilib ko'radi. Ammo bugun men quliqimga, ko'zimga ishonmay qoldim. Adashi Punyoning o'zi chiqqan bir dona filmi mening yuraklarimni par-par qilib etdi. Men filmini har ko'rsam, chiroyimga kulki bag'ishlaydigan. Her bir köygünümde şu mehribon buvamni eslatadigan bu xushchiroy buvam Olim Saud buvamizning bizdan vaqtsiz ayrılg'iniga ishonmayli qoldim. Olim Saud buvamiz bizning yurak qatlimizdan cho'nqur o'rin olgan. Gerçi o dangliq artist yoki cho'lpon bo'lmasa-mu, o har bir ko'ygichining cho'nqur yurak qatlimiga singib ketgan. Olim Saud buvamiz 2025-yili 8-oyda 73 yoshida bizdan vaqtsiz ayrıldı.